Malibu deganda 2.4 atmosferni xayollaringizga keladimi yoki turbina motormi? Xullas 2019-yilda ishlab chiqarilgan 2.4 motorda Malibu sotuvda. Menimcha ko'pchilik Malibu 2.4 atmosferni yaxshi deyishyapti. Oldin ko'rishini ko'rsatib o'ting. Black piano qilingan ekan. 4 ta diska kattasidan qo'yilgan. Balonlari menimcha yangi hali zo'r holatda turibdi. Salonni o'z ko'rsatib o'tasiz. Malibu ranggi qora ekan. Ashqalar yaxshi holatda turibdi. To'liq tablogacha primer qilingan salon holati to'liq. Pradagi 90 km masofani bosib o'tgan ekan. Tak qo'lik qo'yilgan. Chol yo'q, sababi uzun savatskiy sidinasida turibdi, yaxshi holatda. Mashina ham emas. Orqasini ko'rsatib o'ting. Siz mana bitta trekker olaman desangiz ham 20 ming bo'lyapti. Nomerni ko'rsatmaymiz demoqchimiz ko'rinib ketdi. Egasi turishmasa kerak. Zapaskalari tushgan, ahamiyat emas, chunki mashina yili 19. Plus narxi 21 ming, yana naqd pul bilan kelishadigan joy bor. Egasidan gaplashib videoga chiqishni xohlamadilar akamiz. 21 ming kelishadigan joy bor. Где-то 20 ming 800, 20 ming 700 ga berishadi. Telefon raqami pastda bo'ladi. Telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Malibu sotuvda.